Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy atalmış xalq ishlarini moslashtiruvchi xodimlar orqali nazoratni kuchaytirmoqda. Atalmış Şinjan kundalik gazetining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonning yezi kanatlaridagi asosiy qatlamni 3578 nafar atalmış yezi kanat darajali xalq ishlarini moslashtiruvchi xodimlar orqali qatlamliq nazorat qilgan. Xabarda oshkorlanishicha, mazkur yezi kanat darajali xalq ishlarini moslashtiruvchi xodimlar Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlariga o'rlashtirilgan. Ular bir yildan beri her kuni degidek oilalarni ziyorat qilib, xalqning oila ahvoli, kirim-chiqim ahvolini nazorat qilgan hamda Kommunistik partiyaning siyosatlarini tashviq qilgan. Qaraqash nahiyalik xalq ishlari idorasining boshlig'i Qo'rchoq amaldori Aziz Abdurashidning muxbirga oshkorlashicha, navbatda Qaraqash nahiyasida yezi kanat darajali xalq ishlarini moslashtiruvchi xodimlardan 389 bor ekan. Mazkur xodimlar har bir kanatga birdan o'rlashtirilgan. Bildirilishicha, yezi kanat darajali xalq ishlarini moslashtiruvchi xodimlarni asosiy qatlamga tushirib, xalqni nazorat qilish harakati 2018-yili Uchturpan nahiyasi, Chira nahiyasi, Avat nahiyasi va Qaraqash nahiyasi qatorliq nahiyalardagi 37 kanatda sinaq sifatida yo'lga qo'yilgan. 2019-yilga kelganda Sharqiy Turkistonning janubidagi boshqa nahiya va rayonlarga kengaytirilgan. Sharqiy Turkistonda yangi yuqumlanuvchi bayqalmadi. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik Sahiyya saqliqni saqlash komiteti bugun e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, 9-noyabr 24 soat ichida Sharqiy Turkistonda yangidan yuqumlanuvchi bayqalmagan. Xabarda qayd qilinishicha, Sharqiy Turkiston bo'yicha 57 yuqumlanuvchi bor bo'lib, ularning hammasi Qashqar viloyatida ekan. 4 bemorning kasali og'ir ekan. Navbatda Sharqiy Turkiston bo'yicha kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar 298 bo'lib, bularning ichidagi 278 bemor Qashqar Ko'nshahar nahiyasida, qolgan 20 bemor Qizilsuv oblastida ekan. 10-oyning 24-kundan 11-oyning 9-kungacha Qashqar viloyati bo'yicha alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar ichida 54 bemorning ahvoli yaxshilanib, ayirib kuzatilish o'rnidan chiqarilgan. Rasmiy yuqumlangan 21 bemorning salomatligi asliga kelib, doktorxonadan chiqqan. Uyg'ur adliya arxivi lagerga aloqador eng yangi sun'iy hamroh suratlarni oshkorladi. Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxivi Oqsuv shahrida 2 va Ko'lida 1, jami 3 jazo lagerining sun'iy hamroh suratlarini topgan. Suratlarning ba'zilaridan qizg'uch seriq va ko'k rangli kiyim kiygan mahbuslarning jazo lageridan sap-sap bo'lib, lagerga yanday silingan zavod sexlariga ilib mingilganligi oshkorlangan. Bu suratlardan yana lagerga yaroq bo'lmagan joyda jasad ko'ydirish o'rinlarining borligi ma'lum bo'lgan. Uyg'ur adliya arxivi ta'minlagan suratlarning birinchi qismi Oqsuv shahri yuqumli kasalliklar doktorxonasining sharqiga 900 metr keladigan yo'l bo'yiga qurilgan lagerga tava bo'lib, bu lagerning suratlari 2018-yili 10-oyning 24-kunida tortilgan. Bu lager haqidagi bir suratning bir qismida 1200 atrofdagi apelsin rangli mahbus kiyimi kiygan kishilarning lager rayonidan chiqib, majburiy emgak rayoniga o'tayotgan bir ko'rinish bayqalgan. Majburiy emgak birlashtirilgan bu lagerning suratida yuqori bexatarlik darvozasidan tekshirishni o'tib, majburiy emgak zavodiga qarab yalab elib mingilgan bu odamlarni va atrofdagi kuzatuvchi va soqchilarni sanvolg'uday darajada farqlantirish mumkin ekan. Uyg'ur adliya arxivining tekshiruvchi xodimlari sun'iy hamroh suratlari orqali bu lagerning Oqsuv shahrining sirtida 2017-yili 8-oyda bu lagerga yandash zavod sexlarining bo'lsa 2018-yili 4-oyda qurilishga boshlab, 8-oyda ishga kirishtirilganligi aniqlangan. Oqsuvdagi bu lagerning ko'lami 25 ming kvadrat metr. Majburiy emgak rayoni 12796 kvadrat metr bo'lib, 27 qamoqxona binosi, taxminan 544 kamera bor ekan. Lager shohidlarining bayonlarini asos qilib, har bir kameraga 30 dan 40 atrofidan mahbus sulangan deb hisoblash usuli bo'yicha bu lagerda 16300 mahbus borligini faraz qilish mumkin ekan. Ikkinchi bayqash Oqsuvdagi yuqorqi lagerga ancha yiroq bo'lmagan joydagi Xonju yo'li bilan Vushi yo'liga yaqin joyda qurilgan lager ekan. Bu lager cho'ng ko'lamli lager bo'lib, buningga doir suratlarda ko'k rangli mahbus kiyimi kiygan 160 mahbusning qator radga chizildirib, yuqori bexatarlik darvozasidan majburiy emgak zavodiga qarab yolab elib mingayotganligi ma'lum bo'lgan. Bu lagerga doir yana bir suratdan 2-300 atrofidan mahbusning oshxonaga o'xshash bir rayonga ilib mingilganligini belgili bo'ldi ekan. Bu joyning egilgan ko'lami 450 ming kvadrat metr bo'lib, yerimi digida quruq va qurilishdan davomlashayotganligi ma'lum. Bu joy 2018-yili 8-oyda rasmiy ishga kirishgan bo'lib,
Hozir bu yerda jami 21 bino va 1136 kamera bor ekan. Bu lagerda turayotgan umumiy tutqun soni 34080 deb faraz qilingan. Sun'iy hamroh suratlarining Aqsudagi bu ikki lagerga yaqin joyda bir jasad ko'ydirish o'rnining joylashganligi ma'lum bo'lgan bo'lib, suratlardan bu joyda asli bor bo'lgan qabristonlikning 2017-yilda kengaytib qurilganligi ma'lum bo'lgan. Bu yerga maxsus bir qurilish silinib, Xitoycha munorlar o'rnatilgan. Darvozasiga Aqsu shaharlik jasad bir taraf qilish o'rni deb yozilgan ekan. 3-chi bayqash bo'lsa, Ko'li shahri Jengo janubiy yo'liga yaqin yo'l bo'yig'ida joylashgan lager ekan. Bu lager 2017-yilda qurilishga boshlab, 2018-yilda 4-oyda ishga kirishgan. Zavod o'rni bilan qamoq o'rni ayirib o'tilgan. Kulimi 32300 kvadrat metr. 6 qamoqxona binosi bor. Umumiy kamera soni 384. Bu lagerga 11520 atrofdagi kishi qamalgan bo'lishi mumkin ekan. Buningga doir sun'iy hamroh suratlarida ko'k rangli mahbus kiyim kiygan 4 guruh mahbusning qator ratga tizilib, yuqori bexatarlik darvozasidan majburiy emgak zavodiga qarab manganligini ko'rib olg'ili bo'ldi ekan. Bu 3 lagerning hammasi shahar sirti va cho'ng yo'lga yaqin joylarga qurilgan. 3 joydagi majburiy emgak bilan birlashtirilgan lagerga qamalgan umumiy mahbus soni 60 mingdan oshar ekan. Bu lagerga yaroq bo'lmagan joyda jasad ko'ydirish o'rni bor bo'lib, hammasi asosan 2018-yilning 1-faslida ishga kirishgan. Bulardan Xitoy doiralarining lagerlar bilan majburiy emgakni birlashtirgan vaqtni faraz qilish mumkin ekan. Shundaqla jazo lagerining hech qanday to'xtab qolmaganligini, balki davomli kengaytib qurilayotganligini ko'rsatib bergan. Amerika Hong Kongning yana 4 amaldorini jazolash tizimiga kirgizdi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo bayonot e'lon qilib, Hong Kongning tinchligi, bexatarligi va avtonomiya siyosatiga tahdid solgan 4 amaldorini jazolash tizimiga kirgizgan. Bayonotda Xitoy va Hong Kong amaldorlari siyosiy maqsad bilan qo'lga olish orqali Hong Kongga va'da qilingan avtonomiya va erkinlikka davomli buzg'unchilik qildi deyilgan. Bildirilishicha, bu 4 amaldor Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi davlat bexatarlik idorasining muavin boshlig'i, Hong Kong soqchi boshqarmasining davlat bexatarligiga mas'ul muavin boshlig'i, Hong Kong soqchi boshqarmasi davlat bexatarlik bo'limining yuqori darajalik mas'ul soqchisi, Hong Kong va Avmin ishlari ishxonasining muavin mudiri qatorliqlar ekan. Yuqorqi qarorga asosan mazkur amaldorlarning Amerikaga berish cheklangan. Ularning Amerika tavalligidagi yoki Amerika igdorchiligidagi yoki kontrolligidagi mol mulklari to'ng'itilgan. Hong Kong ma'muriy mahkama boshlig'i Jang Jianzong bugun inkos bildirib, Amerikaning jazosining xalqaro qonunga xilof ekanligini, buni Hong Kongning shundoqla Xitoyning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganlik ekanligini bildirgan. Xitoy bu yil 6-oyning 30-kuni davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasi yo'lga qo'yilgandan keyin Amerika Hong Kong berilgan alohida o'rinliq imtiyozini vaqtincha to'xtatgan. 8-oyda Hong Kong ma'muriy hukumati boshlig'i Carrie Lam qatorli Xitoy va Hong Kongning 11 amaldorlariga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Braziliya Xitoy vaksinasining klinikalik siniqini to'xtatdi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, og'ir hodisa yuz berganligi sababli Braziliya Xitoy vaksinasining klinikalik siniqini to'xtatgan. Xabarda qayd qilishicha, Xitoy vaksinasi braziliyalik bir fidoyiga sinaq qilinish jarayonida og'ir hodisa yuz bergandan keyin Braziliya Sahya nazorati organi Xitoy vaksinasining klinikalik siniqini vaqtincha to'xtatishni qaror qilgan. Biroq qanday og'ir hodisa yuz berganligini shaxsiy maxfiyatlikka aloqador belgilamlar sababidan aniq aytmagan. Xabarda aytilishicha, og'ir hodisa odatda o'lish, og'ir darajada meyib bo'lib qolish, hayotiga xavf yetkazadigan aks ta'sir qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Ma'lum bo'lishicha, hozir dunyoda 47 xil vaksina sinov qilinayotgan bo'lib, buning ichidagi 37si birinchi yoki ikkinchi bosqichga kirgan. Amerika, Germaniya, Rossiya va Angliyaning shundoqla Xitoyning bir necha xil vaksinasi 3-bosqichga kirgan. 11-oyning 9-kuni Amerikaning Xitoy virusiga qarshi tadqiq qilayotgan vaksinasining 3-bosqichlik klinikalik siniqning unumi 90% dan oshganligi to'g'risidagi xabar tarqalib, dunyoning har qaysi joylarida Xitoy virusi bilan jiddiy kurash qilayotgan kishilarda zo'r umid paydo qilgan. Dunyo Sahya tashkiloti bu xabarning kishini ilhomlantirganligini bildirgan. Litvaniya yangi hukumati Tayvanning erkinlik tarafdorlarini qo'llashga va'da berdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Litvaniyaning yangidan tashkillangan hukumati 9-noyabr 1da qarorga kelib, Tayvan erkinligi uchun kurash qilguvchilarni qo'llaydiganligi to'g'risida va'da bergan. Xabarda qayd qilinishicha,
Xitoy Litvaniyadagi asosliq portga yoshirin mablag' solg'uvchilar qatoridan bo'lib, Litvaniyaning bu harakati Xitoy bilan bo'lgan munosabatga ziyon yetkazishi mumkin ekan. Xitoyning qarshi turish sababli Yevropa Ittifoqi va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Tayvan bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatmay kelgan edi. Litvaniyaning Vatan Ittifoqi, Erkinlik harakati partiyasi va Erkinlik partiyasining rahbarlari birlashib qurgan yangi ittifoq 25-oktyabrdagi cho'ng saylovda g'alaba qilgan. Yangi hukumat 9-noyabr bayonot e'lon qilib, biz kishilik huquq va demokratik erkinlikka daxl taruz qilishga qarshi turmiz. Belorussiyadan Tayvangacha dunyoning har qaysi joylarida erkinlik uchun kurash qiladigan kishilarni qo'g'daymiz degan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy elchixonasi Reuters agentligiga avatgan bayonotida Xitoy Litvaniya munosabatining normal taraqqiyotini boshqa omillar qalaymaqonlashtirmasligi kerak. Bu har ikki davlatning negizlik manfaatiga zid keladi degan. Ma'lum bo'lishicha, Litvaniya bilan Xitoy munosabati yaqinqi yillarda davolg'ib turgan. Litvaniya prezidenti bilan parlament boshlig'i 2013-yili Tibet surgunti hukumatining ma'naviy dohiysi Dalay Lama bilan ko'rishgan. Bu voqea Xitoyning o'ch ilishini keltirib chiqargan va ikki tarafning munosabati 2 yildan ko'proq vaqt to'xtab qolgan edi. Armeniya mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. Azerbaycan bilan Armeniya o'rtasida Tog'li Qorabog' rayonining egalik huquqi sababli 27-sentyabrdan boshlab davomlashayotgan urush 9-noyabr kechasi soat 12 da oxirlashdi. Urush Azerbaycanning g'alabasi bilan oxirlashdi. Armeniya mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. Azerbaycan prezidenti Ilhom Aliyev Azerbaycan xalqiga qilgan xitobida urush to'xtatish kelishimi imzolaganligi ustida to'xtalib, Armeniya prezidenti Nikol Pashinyan bu kelishimni o'z ixtiyorligi bilan imzolamadi. Balki bizning temir mushtumimizning zarbasidan imzolashga majbur bo'ldi. U aslida bu kelishimni dunyo xalqi oldida silliq naq maydon ko'rinishi bilan imzolashi kerak edi. Ammo kameralardan yiroq holda imzolashni tanlab oldi. Biz uning tanlashini to'g'ri tushunamiz dedi. Armeniya prezidenti Nikol Pashinyan Armeniyaning mag'lub bo'lganligini e'tirof qilib tuzgan urush to'xtatish kelishimi ustida to'xtalib, "Men Rossiya va Ozarbayjon prezidentlari bilan Tog'li Qorabog' urushini oxirlashtirish xitobnomasini imzoladim." E'lon qilingan bayonot "Men va xalqimiz uchun tasvirligisiz darajada azobliq. Men o'zim va hammamiz uchun chiqargan bu qarorni intayin ta'sir chiqardim" dedi. Ma'lum bo'lishicha, bu xabar e'lon qilingandan keyin butun Ozarbayjonda g'alaba tantanasi qutlaqlangan. Armeniyada bo'lsa taraf-tarafda hukumatga qarshi namoyishlar boshlanib, qattiq qalaymaqonchilik yuz bergan. Minglagan xalq parlamentga besib kirib, Armeniya prezidenti Nikol Pashinyanni vazifasini istifa bersin deb parlamentni urib chiqib qattiq qalaymaqonchilik chiqargan. Qalaymaqonchilik jarayonida og'ir yaranish voqealari ko'rilgan. Azerbaycan armiyasi urush boshlangan 27-sentyabrdan boshlab urush to'xtatish kelishimi imzolaganga qadar Tog'li Qorabog' rayonidagi bir necha cho'ng shahar va nahiyalarni ozod qilgandan boshqa yana 300 ga yaqin yezini ozod qilgan. Urush to'xtagandan keyin Armeniya Lachin shahrini 12-oyning 1-kunigacha, Kelbajar shahrini 12-oyning 15-kunigacha va Ag'dam shahrini 12-oyning 20-kunigacha qaytarib berdi ekan. Turkiyada Xitoy virus sababli 75 kishi qazo qildi. Turkiyada yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virus sababidan 85 kishi qazo qilgan. Turkiya Sahiyya ministrligining e'lon qilishicha, 9-noyabr Turkiyada Xitoy virus sababidan 85 kishi qazo qilgan. Buning bilan Xitoy virus sababli qazo qilganlarning soni 10.972 ga chiqqan. Bildirilishicha, bir kun ichida 145.414 kishi tekshirilgan bo'lib, 2576 kishining yuqumlanganligi bayqalgan. Ondan boshqa davolanib doktorxonadan chiqqan bemorlar 2047 kishi ekan. Xitoy virusi Turkiyada tarqalishga boshlangandan beri Xitoy virusi bilan yuqumlanib, salomatligi asliga kelganlar jami 340.286 ga yetgan. Xabarda yana Istanbuldagi yuqumlanuvchilar sonining boshqa shahar viloyatlarga qaraganda ko'p ekanligi, xalqning maska taqash, ommaviy so'rovlarga berishdan saqlanish kerakligi, shundaqla birdek oldini olish tadbirlarini kuchaytirish kerakligi ta'kidlangan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.